Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan rivojlangan mamlakatlarda pedagogik kompetentlikka oid ilmiy yondashuvlar haqida gaplashamiz. Mavzuyimizni boshlashdan avval esa qadimgi Yunon faylasufi Aflotunning quyidagi jumlalariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Agar kosib yomon usta bo'lsa, bundan davlat juda katta narsa yo'qotmaydi. Faqat xalq yomonroq kiyinadi xolos. Agar yoshlar tarbiyachisi o'z vazifasini yomon bajarsa, u holda mamlakatda nodon, johil, bilimsiz va ahmoqlar toifasi vujudga keladi degan ekan. Pedagogik kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan yondashuv masalasida butun dunyo olim va mutaxassislari o'rtasida ilmiy munozara va bahslar davom etmoqda. AQSh va Yevropa mamlakatlari pedagogik olimlarga nisbatan Rossiya olimlari kasbiy kompetensiya masalalariga mukkasidan ketganligi yaqqol ko'rinadi. Louis Lassin, Isayev va boshqalar tomonidan yozilgan pedagogika o'quv qo'llanmasining 3-bobi pedagogning kasbiy kompetensiyasiga bag'ishlanib, bu tushuncha va mahorati haqida fikrlar beradi. Muallifning ta'kidlashicha, pedagogika kompetensiya tizimi, amaliy va nazariy tayyorgarligi pedagogning kasbiy kompetensiyasi kasbi boshqaruvchi va shakllantiruvchi xususiyatga ega. Ta'limning asosiy maqsadi nima? Ta'limning asosiy maqsadi talabada ijtimoiy zarur sifatlarni va kompetensiyani shaxs sifatida o'z-o'zini anglash, o'z bilimlarini doimiy oshirib borish, o'z-o'zini boshqarib borish va faollashib borishni shakllantiradi. Agar biz AQSh oliy pedagogik ta'limi tizimi faoliyatiga nazar tashlamoqchi bo'lsak, Wolfson, Kurilova, Malkova va boshqalarning ilmiy ishlarini, agar AQSh pedagogik ta'limining maqsadlari haqida bilmoqchi bo'lsak, Nikandorova, Pilipovskiy, kolxoz o'qituvchilarining kasbiy pedagogik ta'limi bo'yicha Agapova, Borovikova, Budemka va boshqalarning ishlariga nazar tashlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yuqorida nomlari tilga olingan olimlarning ilmiy ishlaridan Rossiya va AQSh ta'lim tizimi bir-birini to'ldirib boyitganligini tasavvur qilishimiz mumkin. AQSh, Kanada, Avstraliya va boshqa bir qator Yevropa mamlakatlarida pedagogik kadrlarni tayyorlashning uzluksiz tizimi yaratilganligi ko'zga tashlanadi va ular bu muammoni ma'lum bir tizimga solib keng o'rganmoqdalar. Milliy pedagogika asoschilaridan biri Abdulla Avloniy o'zining axloqiy didaktik mazmundagi Turkiy Guliston yoxud axloq asarida xulqlarni yaxshi-yomonga ajratar ekan, o'z mulohazalarini Gippokrat, Pluton, Aristotel, Sati Sheroziy va Petel fikrlari bilan dalillagan holda zamonaviylikni asosiy mezon qilib oladi. Abdulla Avloniy o'z asarlarida ta'lim-tarbiya to'g'risida to'xtalib, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir degan edi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shu va shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.